Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar, qadrli do'stlar. Bugungi dunyodagi har qanday millat va davlatlarning taraqqiyoti madaniyatning taraqqiyoti bilan zich bog'lanishlik bo'lmoqda. Zamonaviy madaniyat barpo qilish ko'z oldimizdagi ta'xirsiz ish. Shundaqla uzoq muddatlik mushkul vazifa. Biz bugun o'zining ijodchan ruhi, shundaqla yoshlik jasoratiga tayanib bizni suyundirayotgan zamonaviy madaniyatning boshlang'ichi hisoblangan Atlant Til Tarbiyalash Markazi va Qorliq Media Fan Texnik şirketining zamonaviy madaniyat barpo qilish jihatidagi qiziqarli hikoyasi bilan tanishib chiqamiz. Men oldi bilan bugungi suhbatimiz taklif qilingan to'rdagi aziz mehmonlarni tanishtirib o'tay. Atlant Til Tarbiyalash Markazining qurg'uvchisi Qosimjon Abdurahim. Qorliq Media Fan Texnik şirketidan Faxriddin Qorliq. Zamonaviy madaniyatni yaratishda biz zamonaviy ideyaga, zamonaviy ko'z qarashga, nuqtai nazarga, dunyo qarashga ega bo'lishimiz kerak. Bunga ega bo'lish uchun albatta tilni asos qilishimiz kerak. Bizning g'oyamiz izchil o'zimizga tikilgan madaniyat, fan texnika, iqtisod, ma'rif, mush to'sada biz cho'qim dunyo bilan teng darajada turgan bir butun qimmat sistemamiz o'tirib ochishimiz deb o'yladik. Qosimjon, siz bir yil qancha yoshga kirdingiz? 32 kirdim. Yurtingiz qayerdan? Qashqar shahridan. Siz dastlab mushu ingliz tiliga qanday bir ishtiyoq zaruriyat tufaylidan mana qiziqib qolgan? Endi men chet el tilini 14 yosh vaqtimda tatib o'rganganda, buningda shu o'ylasam, birinchisi mening mush kuchli orzuyim. Mush 14 yosh vaqtimda menda bir mush chet elga chiqib o'qish orzusi shakllangan. Mush orzuning turtkisida endi men boshda arab tili o'rgandim, undan keyin urdu tili, oxirida ingliz tilini o'rganib bir boshqa chiqqan bo'ldim. Demak, siz to'liqsizda o'qiyotgan chig'ingizda Boşuna bir ishtiyoq sizda. Boşuna bir heves paydo bo'lgan, shundaqmi? U vaqtda men to'liqsiz o'qimaydim. Men maktabdan chiqib ketgan emasman, 12 yoshimda. Demak, siz endi to'liqsiz o'tira, shu to'liq o'tira maktabninki keyingi darslarni to'liqlash bir imkoniyati bo'ldimi? Men shu 18lar kirgan vaqtda andin shu chet elga chiqib o'qish uchunmi oldidan o'zimningki shu davlatimda ma'rif asosiga ega bo'lmasam chet elga chiqib o'qiy olmaydiganligimni to'nib yetdim. Shunga 18 yoshga kirgan vaqtda andin o'zim to'liqsizlikka kam qolgan darslarni o'zimdan bir 3-4 oy vaqt sarf qilib o'rganib 98-yili shu vaqtda to'liq bir 2-mavsumga kirib o'qishni boshladim. Oliy maktab bilimlari yoki mushunga doir ba'zi savoblarni egalladingizmi? To'liq o'tirish o'qish jarayonida oliy maktabga imtihon berish tayyorlik qildim-da, tayyorlik qilib, oxiri 2010-yil oliy maktabga imtihon berdim, lekin matematika nomerda bir nomer kamlab qilib oliy maktabga o'tamadim. O'tamagan bo'lsam, 2001-yili yana qaytadan tayyorlik qilib, oxiri Shinjong universitetininki filologiya institutida qabul qildim. Shu Atlant Til Tarbiyalash Markazini qachon qurdingiz? Atlant Til Tarbiyalash Markazini 2006-yili rasmiy shu ma'rif organlari, uniki xalq ishlari organlarininki tasdiq bilan qurdim. Lekin Atlant Til Tarbiyalash Markazini qurishning oldida 2001-yildan e'tiboran men mush oliy maktab kelgandan tortib bir tarafdan o'qisam, yana bir tarafdan mush inglizcha kashlik, shanba-yakshanbalik kurslarni ichib, mush maktab qurishga hamda amaliy tajriba jihatdan, bilim jihatdan bir mush tajriba to'plagan bo'ldim. Oxiri 2006-yili andan Atlant Til Tarbiyalash Markazini rasmiy yo'sinda Urumchi shahrida qurib chiqdim. Hozirgi kunimizdan epaytganda qanchalik bola shu 6 yil jarayonida sizlarning til tarbiyalash markazida o'qib, o'zi xos naf oldi deb qaraysiz? Hozir bizniki shu arxivga asoslanganda Atlant Til Tarbiyalash Markaziniki shu 2006-yildan hozir 2012-yilga qadar Atlantda tarbiyalanib chiqqan har xil yoshdagi o'quvchilarning soni 50 mingdan oshadi. Hozirgi shu Atlant Til Tarbiyalash Markazidagi o'rinlarning umumiy ko'lami qanchalik? Hozir Atlant Til Tarbiyalash Markazining hamda boshida biz qurilgan vaqtda Abdumrayliq Shifa kitobxonasiniki
6. qavatının yerim qavatı edi, 600 kvadrat metr atrofida. 2008 yilga kelganda biz bu ko'limimizni shu Shinxuan kitobxonasida zo'raytib 3300 kvadrat metrga keldik. Yani 2 qavatni ijara qilib ishlatdik. Undan keyin shu yilning 5-ida Shinxuan kitobxonasining yeniligi bir binoniki 3-qavatini elib, buni maxsus Atlan bolalar tarbiyalash markazi qilib, bezab tayyorlab yaqinda ishga kirishdik. Umumiy ko'lami hozir Atlan tarbiyalash markaziniki 4000 kvadrat metrdan oshadi. Siz bu şirketni qurish jarayonida ro'yi oltingiz zodi qanday bo'lib keldi? Mening tushunchamda bir odam bir binoni quraman deydigan, oldi bilan bu odamningki ro'yi dunyosida bir bino qurilib bo'lgan bo'lishi kerak. Bu jihatdan qilib aytganda, Atlanni qurishning oldida mendiki ro'yi tayyorlik, ideya tayyorligi, undan boshqa shu Atlanni qurishga ketarlik bo'lgan barliq shu sapa deymiz endi. Shu jihatlarda oldin tayyorlik bo'lib bo'lgan. Endi Qosimjon bilan aralashib yurgan, Qosimjonni taniydigan og'illari Qosimjonga intayin qoyilgan. Kiyinish, gap so'z, tafakkur, ro'yolat jihatda o'zi xos bir xil alaydilik paydo qilgan. Siz demak atrofingizdagilarga nisbatan shunday alaydi bo'lishingizda bu xil o'zgarchilikni qanday bir xil ishki kuch sizga baxshanlik qilgan deb qaraysiz? Birinchidan buni izdinish deb qarasam bo'ladi. Uzluksiz izdinish. Shu uzluksiz intilganda bu odamda yenilik yaratish jihatdan bo'lsin, mayli boshqalarni o'ziga qaratish jihatdan bo'lsin va yoki o'ziga qoyil qilish jihatdan bo'lsin, hamma jihatdan yengib chiqadi deb qarayman. Ammo mening o'zimniki boshqa ishimdan tortib 32 yashim qadar 20 yil jarayonida uzluksiz izdinish jarayoni ekan desam bo'ladi. So'g'd dunyosidan tortib toki hozir qadar to'xtamay izlanibman. Shu izlanishlarimning natijasida har bir qadamimda bunday aytganda men kishilarni o'zimga magnitdek tortib ketdiman. Shu tortishning natijasida endi kishilar atrofimda o'yishibdi, barbara o'quvchilarni tarbiyalagan bo'ldim. Keyin bu o'quvchilarning orasidan menga shagird bo'lib chiqqan, ya'ni atrofimda shu Atlanni qurishga asos solgan bolalar shakllanib chiqdi. Shuning bilan men yana izlanishimni texnik yuqori bir pallaga ko'tarib, Atlan tarbiyalash markazini qurib chiqdim. Ham shu qurib chiqqandan keyin yana to'xtamay hozir qadar izlanib kelyapman. Demak siz shu Atlanni qurib, o'zingizning shu balliq davri degan g'oyangizga yoki nishoningizga yetdim deb qaramsiz? Endi başladim deb qarasam bo'ldi. Chunki odamningki arzu nishoni bunday aytganda bu egilik tiklagan kishilarga nisbatan yoki cho'ng ishlarni ta'virtimay, cho'ng ishlarni qilmayman degan odamga nisbatan arzu g'oya intayin yuksak darajada bo'ldi. Bunday bo'lgan ekan, hozirgi Atlanning taraqqiyotidagi bir bunday aytganda boshlanish davri deb qarayman. Endi Faxriddin, siz bizga qancha yosh kirdingiz? 30 ga kirdim. 30 yosh kirdingiz. Qorliq shirkati qurilgani qancha yil bo'ldi? Biz 98-yili 11-oyda ish boshlagan Aqsu viloyatining shahar naisida bir kompyuter mulozimat markazi degan nom bilan 2010-yil 3-oyda Urumchiga ko'chib keldik. Biz dastlabda bir internet shirkati quramiz degan niyat bilan kelgan. Lekin u vaqtda internetning umumiy olti mamlakat ichida bir butun bir ekologik sistema barliq kelmaganlikdan biz ishga o'ylanib 5-oydan boshlab London nurg'un e'lon mulozimatlari va kompyuter grafik munosabatlik mulozimatlarni ilib rasmiy boshladik. 2002-yilga kelgan chaqda buni shirkat tizim oldirish zarurati bilan Qarliq madaniyat daxil shirkati degan nom bilan shirkat qilib tizim oldirib Qarliq markasini aniq oldik. 2006-yilga kelgan chaqda internet, kompyuter mulozimatini asos qilgan texnika va unsin asos qilgan 3 xil yil liniya bo'yicha taraqqi qildik. 2007-yilga kelgan chaqda biz shirkatni umumiy o'ziga yangidan planlab chiqish kerak ekan deb bir plan chiqardik. 2008-yilda 9-oyga kelgan chaqda hozirgi Qarliq media texnik shirkatini qurib chiqdik. 2008-yil 9-oyda shirkatning ko'lami 65 kvadrat metrlik bir ishxona, 80 kvadrat metrlik bir sinfimiz bor. Shirkatda 7 muqim xizmatchimiz bor. Hozir endi shirkatda 258 muhim xizmatdosh bor. 3600 kvadrat metr xizmat rayonimiz bor. Yaqinda 2012-yil 3-oyning 12 kuni Shanxay Podong yumshoq sanoat bog'chasidan biz yana yangi bir shirkatni tizimga oldik. Shirkatning ismi Qarliq yumshoq detal shirkati. Demak, sizlar shunda bir zamonaviy shirkatni qurib, avtonom rayondan davlat ichida hatto xalqaro ta'sir qildik. Shunchalik bir ijtimoiy unumga ham muayyan iqtisodiy unumga erishishinglarda qanday bir qimmat qarashni tupliniya qildinglar? Bizning g'oyamiz izchil o'zimizga tikilgan madaniyat, fan texnika
iqtisod, ma'rif, mush 4 sohada biz cho'qim dunyo bilan teng darajada turgan butun qimmat sistemamiz o'tirib chiqishimiz deb o'yladik. Hozirgi shirkatning taraqqiyot yo'nalishdimi, shirkatning fan texnikasiga, shirkatning yumshoq detal va internet vakillik qildi. Shirkatning ma'rif jihatdagi g'oyamizga, qarliqniki o'zimizning maktab vakillik qildi. Madaniyat jihatdagi g'oyamizga shirkatning kompyuter grafika vakillik qildi va yoki madaniyat munosabat xizmatimiz vakillik qildi. Iqtisod munosabatlik g'oyamizga shirkatning mahsulotlari va ishlab chiqargan natijamiz vakillik qildi. 2011-yil Qarliq şirketi 1-ayning 17-kuni ochilgan yillik yig'inlarda Qarliq mukofoti deb bir mukofot ta'sis qilib 500 ming yuanni ajratib, mushu nozuk soha yoki inchki texnikalarda oldiga ketgan mush ixtisosliklarni mukofotlashni asos qilibsizlar. Mushtaq aktiv vositani qo'llanib, odam kuchiga mablag' selishinglarda qanday bir ko'rinish var. Bizniki Qarliq mukofoti asosida o'qish mukofoti xarakteridagi tadqiqot selinmasini ko'rsatdi. Buniki qiymati 500 ming so'm. Buni asosida yumshoq detal va kompyuter grafini asos qilgan. Unikingisi Qarliqning oshqish mukofoti. Bu Qarliqningki o'tmishda, ya'ni Qarliqning ilgirki hayotida shirkat uchun to'p qo'shgan xizmatdoshlar uchun ajratilgan mukofot. Bu qo'shashqish mukofoti, yolg'iz oshqish mukofoti deb ishga ayrildi. Bu hamda birsi uyning oshqishi, ya'ni birsi uy bilan mashinaning oshqishi degan. Qarliq mukofotini hozirgacha 2007-yildan boshlab izchil tadqiqotimiz darajada. Ki jami so'masi 500 ming biz ajratgan so'masi, yumshoq detal uchun ajratgan mukofotniki darajasini biz qo'yash mukofoti, ay mukofoti, yulduz mukofoti deb 3 darajaga ayiramiz. Kompyuter grafik uchun ajratgan osmon mukofoti, zimin mukofoti va dengiz mukofoti deb 3 darajaga ayirdik. Endi shu Qarliq shirkati qurilgandan tortib hozirgacha bo'lgan jarayonda qanchalik kishilar tarbiyalanib jamiyatga chiqdi? Maktabniki plani 2003-yilda boshlangan. 2003-yilda boshlanib biz 180 soatlik bir dars programmasi o'rnashtirib 16 o'quvchini tarbiyaladik. 2007-yilga kelgan chog'da shirkatniki 17-yanvar plani bilan biz shirkatniki ko'limini boshqa usulda ma'rif metodimizni, ma'rif loyihalamizni boshqa usulda qaytalagandan keyin tunji qarasini shu vaqtda ochdik. Maktab salohiyatimiz 2009-yili 1-oydan boshlab rasmiy maktab salohiyati bo'ldi. Hozirga qadar 180 ga yaqin o'quvchi tarbiyalanib, o'qish bitirish oldida turadi. Qarliq shirkatining yana bir namoyandalik xarakterli nurg'un ishlarga ta'sir qilgan bir alohida ishi bor. Bu ya'ni 2008-yil 9-mart Qarliq tadqiqotchilari yig'ini Shinjang universitetida ochilgan. Alma kompyuter shirkatidagi xodimlar shu shirkat bilan shu Alma tadqiqotchilari tajribaxonasi qurishni jakalagan turlar shu vaqtida. Endi 4 yilda shu quruq gapga aylanib qoldimi yoki muayyan natijalarga erishdimi? Alma tajribaxonasining plani 2007-yili shu yanvar planida biz tan qo'zg'atgan planlarning birisi. Demak, bu shirkat yo'liqqan yangilik yaratishga duch kelgan xiris bizniki bu rayonda turib yangilik yaratishda duchor bo'lgan ishimiz bilan o'xshab ketadi. Shundan qanday qilib biz o'zimizga mos keladigan bizning uzoq muddatlik tadqiqot jarayonimizda bizni bir sog'lom taraqqiyot kursiga qiladigan bir hamkorlashish bilan izn uchirishimiz degan yo'l bilan 2017-yildan boshlab izlandik. 2017-yil 3-oyga borganda biz almishlik bilan hamkorlashishni qaror qilib, bularga 50 barchini ortiq faks yo'ldiq. Hisobda javob kelmadi. Keyin biz ishni qayta cheklagandan keyin oxiri bu fakslarni hammasi bir oyga qilib, andan keyin rasmiy bu nima ish degan savol chiqdi-da. Biz o'zimiz ta'lim o'tirib qo'ydik. Bizning O'rta Osiyoda o'xshamaydigan madaniyat, o'xshamaydigan yezlik, o'xshamaydigan alohidligimiz bor. Biz almish shirkati uchun bundan ishlarni qila olamiz. Ham almish shirkatining yo'li orqali biz bundan narsaga erishsak deymiz. Sizlar bilan hamkorlash o'yimiz bor degandan keyin almish shirkatininki munosabatlik bo'limlarimizga yaxshi imkon qaytadi. Dal shu bo'limninki ig'iz orqali shirkatninki qattiq detal kirgizish, texnik kirgizish, o'zimizning xodimlarni chet elga chiqarish degan nurg'un taraflardan o'zimizning yo'lni ochdik. 2008-yil 9-martga kelgan chog'da biz almish shirkatininki xodimlarni chaqirib, bu tajribaxona qurilganlik ishini ko'pchilikka chakaldik. Oxiri bizning shirkat Jumhuriyatdagi xususiy korxonalar xarakterida almishlik bilan hamkorlashgan birdan-bir tajribaxonani qurib chiqdik-da. Dastlabda tajribaxona uchun biz planlaganda yadro a'zolar uchun 5 xodim bo'ldi. Bular tajribaxonaning asosiy strategiyasi orqali texnik xizmati bo'ldi. 10 tajribaxona a'zosi bo'ldi. Bular tajribaxonaningki program yozish, kod yozish, aloqa texnikalarga yetakchi qilish va turlarni epmoshmasi bo'ldi. 500 tajribaxona a'zosi bo'ldi. Bular tor muhitda turib, rayonimizning har qaysi joylarida turib, o'xshash tajriba muhitida qatnashadigan mustabir holatni barpo qilamiz edik. Bu vaqtda yo'liqdiki, bizning rayonimizda bizning yadro a'zolarini, asosiy a'zolarni va bu
təcrübəxana a'zolarini qabul qilish uchun uncha vajih kollektivni o'z vaqtiga nisbatan intayin qiyin ekan. Shuning bizning qarorimiz ana bo'lsa bizniki asliki tarbiyalash sinfimizni kengaytirib bir maktab qilib, maktab orqali o'zimizning yadro a'zolarini, təcrübəxana a'zolarini va təcrübəxana uchun xizmat qila oladigan talent egallarini yetishtirgan bir sahna barpo qilib, ondan o'sha orqali təcrübəxana gullantirsak bo'ldi ekan degan bilan o'zimizning tunji qarorli yumshoq tadqiqotchilar təcrübəxanasini sinfini ichib, uni o'qish bitirish olib turadi bolalarning. Endi Qasımjon, biz 2012 yili 2-oyda sizlarninki til tarbiyalash markaziga nisbatan atlarning hayotiga nisbatan bir xo'shal ahamiyatli kun bo'ldi. U bo'lsa avtonom rayonlik partiyaning shujisi Jang Chunshan sizlarning shirkatini ko'zdan kechiribdi. Demak, ko'zdan kechirib qo'ygandan keyin sizlarda qanday bir silkinish paydo bo'ldi? 2012 yili 2-oyning 3-kuni avtonom rayonlik partiyaning shujisi Jang Chunshan qatorliq rahbarlar bizning Atlant til tarbiyalash markazimizga kelib xizmatlarni ko'zdan kechirdi. Ko'zdan kechirgandan keyin hamda birinchidan Atlant til tarbiyalash markazidagi barliq o'qituvchi xodimlarda bir xil faxrlanish tuyg'usi shakllandi. Hamda ikkinchidan qilib aytganda Atlant rayonlik partiyaning shujisi Jang Chunshan kelgandan keyin bizga iqtisodiy jihatdan ma'lum yordamlar keldi. Ondan yana bir jihatdan Atlant til tarbiyalash markazininki ko'lamini texmo cho'ngaytirish va buning keyingi taraqqiyotini texmi yuqori bir palli ko'tarish uchun shu avtonom rayonlik hukumatdan munosabatli organlardan bir qator shu yordam berish, yordam qilish loyiha planlar tuzib chiqildi. Shu Atlant til tarbiyalash markazi balkim o'zi xos alohidlik va afzalliklar bo'lishi mumkin. Xos taraflarga qaysi? Bizningki mayli shu barliq Atlantdagi xodimlar olsun, o'qituvchilar olsun, biz birinchidan shu ilg'or ideyani birinchi asos qilamiz. Ikkinchidan hamda bizningki maktabninki amaliy bezilishi sharoiti o'quvchilarni o'ziga jalb qildi. Lekin yana so'zlab kelganda hamda ma'rifimiz biroz shu jushqunlikni, bir xil kayfiyatni alohida ko'tarishni, uniki intilishni, yenilik yaratish ro'yini asos qildi. Balkim qorliqda Jang Chunshan shuji kelgan vaqtida sizlardan bir xil hayajonlanish kayfiyati bo'ldimi qanday? Bu xil yuqoridagi rahbarlarning shirkatni ko'zdan kechirishi bizga bir qancha jihatdan yaxshi ta'sir bo'ldi deb o'ylaymiz. Birinchisi, ijtimoiy tarafdan shirkatningki ichki tashqi qismidagi mayli bizning xizmatdoshlarimningki ota-onalari yoki urug'-tuqqanlar bo'lsin yoki jamiyatga har qaysi shu sohadagi kishilar bo'lsin bizning shirkatda ham yaxshi to'ndi va moliyalashtirdi. Ikkinchi tarafdan shirkatninki texnik yuqoridagi hukumat organlarining nazoratlarininki pul muomala ishxonalarininki texnik yaxshi ko'ngil bo'lishiga muyassar bo'ldi. Undan keyin texnik kuchli. Shuning uchun aytgan chog'da avtonom rayonlik pul muomala ishxonasi va har qaysi boshqa mablag' sog'uvchi organlarning texnik yaxshi jalb bo'lishiga erishdik. Axborot vositalaridan egallashimcha shu kuni shuji Jang Chunshanni qanday kutib olish, uningga nemini so'q qilish masalasida ko'p boshqa turibsizlar. Sizlar nemini so'q qildinglar? Ikkinchi oyning ikkinchi kuni tushdan keyin 4,5 atrofida xabar topdik telefonda. Avtonom rayonlik sud nazorati nuqtadi. Shu an bu vaqtni qisqa aytsa tushdan keyin soat 1 dan keldi deb uqtadi. Biz cho'qim bir unutib qolmaydigan shirkatningki xarakterini namoyon qiladigan bir narsa so'q qilaylik deb maslahat qo'ydik. Shu kun kechda bizning shirkatningki raqamli obraz gruppasidan ishga aylan bu vazifani ustiga olib Jang Chunshan shujininki 3 o'lchamlik obrazi bilan modelini va 2 o'lchamlik karton obrazini sizib chiqdik. Sizib chiqib ertasi shu kelgan vaqtida bizningki boshqa ijod asarlar yani ko'rsatgach, lekin bu asarni so'q qildik, o'zimiz buni to'piga imzo qo'yib berdi, sen ustiga. Jang Chunshan shuji ko'zdan kechirgan vaqtida sizlarning korxonaningki xarakterini qanday bekitib, sizlarga qanday nom qo'yib sizlarning ushbu faoliyatlaringizni ko'zdan kechirdi. Mulozimat tayyorlash kasbi intayin ustidaksiz, yuqori texnikaga vakil qila oladigan, intayin ko'p kengayishchanlikka ega, dunyoning har qaysilik mulozimat qila oladigan avtonom rayon uchun nihoyatda kuchli chiqimsiz tashkil periyod yaratib beradigan bir muhim kasb. Biz ko'rsatgan vaqtda o'zimizning ta'sirot markazidan boshlab shirkatning barliq o'rinlarini aylantirdik, mahsulot ijodlarimizni ko'rsatdik. Aslida 5 minutdan 8 minutgacha turdi deb plan qilingan ahvol o'zgarib, bizning shirkat taxminan 40 minutdan uzun bizning shirkat ekskursiya bo'ldi. Hozir bo'lib avtonom rayonlik partiya xalq hukumati zamonaviy madaniyatni yetakchi qilish chaqirig'ini o'tirib qo'ydi. Bo'shliqdan aytganda sizlar shu milliy korxonachilarning ichida zamonaviy madaniyatga yetakchi qilishdagi boshlamchi korxona deb o'z-o'zinglarga Buzlar baho bera olamsizlar. Albatta, chunki mayli shirkatningki g'oyamiz bo'lsin yoki
şirketning ichida bizniki hozirgi yaratilgan shirkat madaniyatimiz tarafdan bo'lsin, shirkatning boshqarish usuli, shirkatning strategiyasi, maqsad obyekti hamma tarafdan biz rayon ichidan allaqachon olib chiqdik deb qaraymiz. Endi nurg'un kishilarga nisbatan aytganda Atlant til tarbiyalash markazi nuqul til o'rgatadi deb qaraydi. Sizlar zamonaviy madaniyatga vakillik qilamiz deb qaramisizlar? Albatta, zamonaviy madaniyatga vakillik qilamiz deb qaraymiz. Atlant til tarbiyalash markazida biz o'quvchilarga ham o'qituvchilar shu zamonaviy madaniyatga vakillik qilib turib, ham shuni o'quvchilarga singdiramiz til o'rgatish orqali. Buning natijasida o'quvchilar jamiyat chiqqandan keyin haqiqiy turda, ideyada, ro'y dunyosida zamonaviy madaniyatga vakillik qiladigan bir odam bo'lib chiqadi. Jamiyatda shu zamonaviy madaniyatni texnik ilgari suradigan yangiliklarni yaratadi va yangiliklarni haqiqiy turda ishlatiladigan qo'lga oladigan bo'ldi. Faxriddin, endi ayni vaqt siz Olmi shirkatining mas'ullari bilan Amerikaga berib ko'rishib ekansiz. Shu vaqtda kim bilan ko'rishgansiz? 2007-yili 7-oyning 6-kuni asli biz dastlabda plan qilgan vaqtda Olmi shirkatining xalqaro tadqiqotlar yig'inida qatnashgach, ondan Olmi shirkatining xalqaro yoziq bitirib qilish bo'limi munosabatlik mas'ullar bilan ko'rishni plan qilgan. Lekin o'yilmagandan Steve Jobsning o'zi bilan uchrash imkoniyati bo'ldi. Balkim Jobs bilan ko'rishgan tunji Uyg'ur mush bo'lishi mumkin. Şu vaqtda Olmi shirkatida 17,500 xizmatchi bor. Meni shu vaqtda bilishimcha Olmi shirkatiniki 80% xodimi Jobs bilan yuzran uchrashmabdi ekanda. Olmi shirkatiniki beşide bu 7 binası var. 7 binasida Jobsning ishxonasi shu birinchi cheksiz binoning ichida xalqaro yoziq munosabatlik bitirib qolgan bo'limning ishxonasi modellash bino ekanda. Shunga ikkisi bir binoda bo'lg'achqa bu dastlabda oldin uchrashilmagan xolasida tasodifiy uchrashuv paranglashdik. O'zimniki Cumhuriyet'in g'arbiy shimolidan Tarim daryosining bo'yidan kelganligimni, yoziqlarimizni buni ustida ifodalash imkoniyati boyliqligi uchun bu yerga izlab kelganligimni bildirdi. Degandiki bu odamning aytdi, yaxshi rahmatni bildirdi. Bu vaqtda u odamning aytdi, qizg'in ko'rishdi, kutib oldi. Endi Faxriddin efendim, bizningki hozirgida qaraydigan bo'lsak, puhraviy korxonalardagi bir ojizlik yoki bo'lmasa bir ojiz halqa hisoblangan bir ish nima deganda hamkorlik so'z. Uning ustiga shu bir shirkatni bir korxonachi boshqardi. Demak, shu bizningki puhraviy korxonalardagi korxonchining degani hisob bo'lish, barliq ishlarni olqiniga ilib olish yoki bo'lmasa mushg'ul johilona ideya bilan hokimlikda siyosat yurgizishni xato deb qaramsiz? Albatta. Chunki bir korxona ma'lumot aytgan chog'da bir vatanga o'xshash. Bir vatanninki madaniyati, demokratiyasi va siyosiy qurilmasi shu vatanning taraqqiyotini belgilaydigan birinchi muhim narsa. Ya'ni bizning korxonadami izchil hozirgacha mingib taraqqiy qilib nurg'un ishlarni qilish sabab. Birinchisi biz hozirgacha qaror chiqarganda qaror qiyinchilik tufayli emas, balki e'tiqod tufayli chiqarilishi kerak. Ikkinchisi bir korxonada biz g'oyamiz uchun ishlaydigan odam emas, balki g'oyamiz bilan o'rtoqlasha oladigan odamni topishimiz kerak. Biz chuqur o'zimizning iqtidorli nurg'un odamlar bilan hamkorlashgan vaqtimizda undan bir butun kollektivningki energiyasini jam qilib, uni g'oyasor energiya manbasiga aylanadigan bo'lishi mumkin. Agarda biz kichik huquqni yoki bo'lmasa muayyan darajadagi manfaatparastlikni asos qilib yig'ilgan bo'lsak, bunday korxona umr uzun bo'lmasligi mumkin. Endi Qosimjon, endi bundan keyin sizlar zamonaviy madaniyatni ilgari surish, ilg'or madaniyatga vakillik qilish, madaniyatni eng kuchli bilish jihatda bundan keyin qanday planinglar bor? Bundan keyingi planimizda endi albatta birinchidan shu biz ma'rif organi bo'lgan ekan, o'qitishningki sifatini eng yuqori darajada oshirish tirishchilik ko'rsatamiz. Yana birisi o'qitishni qanday qilib berish kerak deganda shu zamonaviy madaniyatga vakillik qilgan asosda qilib berish kerak. Bu jihatda bizniki qilgan bir qancha xizmatlarimiz bor. Masalan, 2008-yili biz Fransiyadagi dunyoda birinchi o'rinda turadigan shu kompyuterda til o'rganish, yani internet orqali til o'rganish yumshoq detalni 20 yil tadqiq qilib chiqargan Orolog degan bir shirkat bilan hamkorlik o'rnatib 2008-yildan tortib hozirga qadar endi Atlanda vitamin ingliz tilida deydigan bir dunyoviy yangi o'rganish usulini barpo qildik. Yana undan boshqa men 2011-yili Amerikadagi Rosetta Stone
deydigan bir dаңлық shu til o'gitish yumshoq detali ishlab chiqargan bir dаңлық shirkatlar men o'zim bevosita berib ular bilan hamkorlik o'rnatishda to'xtamlashib keldik. Uni yaqinda biz boshlamoqchi. Ya'ni biz atlan bundan keyinmi shu zamonaviy madaniyatga vakillik qilishda ma'rifni eng zamonaviy holatda taraqqiy qildirish, fan texnikaga tayinib turib taraqqiy qildirish yo'lida uzluksiz tirishchilik ko'rsatamiz. Qasimjon shu karxon boshqarish jihatda intayin o'zgartirishliq bir xil uslub bor. Ya'ni boshlarni qanday urg'utishni, boshlarning adlayligini bayqashni, boshlarni qaysi xil o'ringa qo'yish orqali uning eng cho'ng iqtidorini bayqash, eng cho'ng bir xil potensialni chiqarish jihatda menimcha bu bir yaxshi bir karxonchiga tegishli bo'lgan bu adlayliknincha Qasimjon o'zini bir hazırlagan deb qarayman. Shu Uyg'ur jamiyatining karxonchiligida mana bir hukm bor. Yana karxona degan hukmda, endi mandiya hukmida, mandiya hukm bilan demak bu karxonlardan abayda biz deyotgandek Oltay yoki bo'lmasa uning keyingi karxonlarning dаңлық nomlarini biz ko'ramay qolyapmiz. Biz degan hukmdagi bu qarliqning şirketinden bunu 6 xil o'lcham borda, 6 xil ideyamiz var. O ideya bo'lsa birinchisi san'at, ikkinchisi texnika, uchinchisi mas'uliyat, to'rtinchisi muhabbat, beshinchisi hamkorlik, oltinchisi o'zgacha tafakkur. Demak bu 6 xil o'zimizning ideyasi orqali biz degan hukmni yaratib ko'ryapmiz. Bu ikkilisi 80-yildan keyin tug'ilgan ekan. Yashi 30dan ishibdi, ikkilisi to'y qilmabdi. Bu qaraganda bular asossiz zehnini egilik yaratishlar ehtimol o'zining shaxsiy turmushini o'ylashga vaqt yetmagan bo'lishi mumkin. Endi bulib men Faxriddin aka bo'lgandan keyin bevosita his qilaman. Faxriddinning kompyuterning oldida o'tirgan vaqti bir masalan 70 yil yashagan odamlarningki uxlashga sarf qilgan vaqtidan ishib ketishi mumkin. Kuniga Faxriddinning 13 soat yoki 14 soatdan kam xizmat qilganini uqmayman. Insonning tirishchanligi loyiqida biz bir tal bug'doyni tiksak, undan bir bug'doy chiqib 200 tal bug'doyga aylangandek shunaq nihoyat zo'r muvaffaqiyat bo'ldi. Endi bu yerda men demoqchi o'g'lim mayli Qasimjon yoki mayli Faxriddin bo'lsin, bularningki egilik tiklash hayotida uchirgan nurg'un qiyinchiliklar bor. Bular bu yerda demadi, lekin bu qiyinchilik boshqa har qanday odamning hayotini uchirsa, ular voz kechib ketishi mumkin. Men yana bu ishning irodasi qaylig'ini bildirmay Faxriddin, endi sizlar madaniyatni yildiz qilibsizlar. Siz madaniyatni qanday tushunasiz? Endi qorliq bundan keyin madaniyat bilan zich bog'lanishlik deb qaramsiz. Aqliy nuqtai aytgan chog'da madaniyat bizniki boshqalarniki o'xshamaydigan bir boylig'imiz hisoblanadi. Hissiy nuqtai aytgan chog'da bu biz hayotimizni sarf qilsak arziydigan intayin bir ulug' xizmat deb qaraymiz. Bu bizning e'tiqodimiz bilan birga birlashgan o'zimizningki eng ilg'or madaniyatlarni, eng pokiz madaniyatlarni hozir yangi madaniyatlarni qo'shgan va kelgusidan qo'sha oladigan hayotiy kuchiga mahsulotlarni biz ro'yobga chiqalaymiz. Shunga shu nuqtalarni aytgan chog'da madaniyat bizningki yiltizimiz ham bundan keyingi taraqqiyotimizdagi ro'yi to'rik. Shu Atlant til tarbiyalash markazi endi bundan keyin sizlar zamonaviy madaniyatga, ilg'or madaniyatga vakillik qilish jihatda boshqaruv san'ati yoki bo'lmasa mush til tarbiyalash markazidagi nishoninglarda madaniyatga qanday kuch sarf qilasizlar? Endi asosli zamonaviy madaniyatni yaratishda biz zamonaviy ideyaga, zamonaviy ko'z qarashga, nuqtai nazarga, dunyo qarashga ega bo'lishimiz kerak. Bunga ega bo'lish uchun albatta tilni asos qilishimiz kerak. Bizningki til qobiliyatimiz qanchaki kuchli bo'lsa, biz zamonaviy madaniyatni yaratish usullari, ideyasi va ishlab chiqarish vositalarini yaratishimizda eng turtkilik rol o'ynaydi. Shuning uchun Atlant til tarbiyalash markazi munosib etganda zamonaviy madaniyatni texnik taraqqiy qildirishda bayroqdor o'rin bo'lishimiz uchun uzluksiz tirishchilik ko'rsatamiz. Biz bugungi suhbatimizda ikki korxonchimiz bilan nihoyat ko'ngilli paranglashdik. Zamonaviy madaniyatni yiltiz, dodillikni nishon qilgan bu jasoratli korxonchilarimizga opirin aytamiz. Ularning sog'lom taraqqiyotiga to'zimas chechaklar tilaymiz. Bugungi suhbatimiz bu yerda oxirlashdi. Kelar hafta ko'rishaylik.